Azizlar, bugun sizlarga o'rtoqlashmoqchiman. Mana yoz ham keldi. O'zi buni qishda qilsa ham bo'ladi, lekin yozda boshlaganingiz osonroq. Oyoq yalang yurish. Mana meni hozir oyog'imni ko'radigan bo'lsangiz, oyoqlarim yalang. Mana tuproqda aylanib yuribman. Rosa mazza qildim. To'g'risi, anchadan beri bunaqangi hissiyotlarni yo'qotgan edim. His qilmay qo'ygan edim. Agar sizda masalan varikoz, har xil artrit, artroz, poliartritlar bo'ladigan bo'lsa, rezinka oyoq kiyimlardan pastga tushib, mana shu yer tuproq bilan tabiatga qaytishimiz kerak. Shunda varikoz bo'ladimi sizda, artroz bo'ladimi, artrit bo'ladimi, sinovit bo'ladimi, farqi yo'q. Qanday muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa oyoqda, hammasini yer o'ziga energiyasini tortib oladi va o'zini pozitiv energiyalarini oyog'imiz orqali organizm, nafaqat oyoqqa, butun organizmga ta'sir ko'rsatadi. Olimlar tajriba qilib isbotlashgan. Yoshi katta bir ulug' videosini ko'rgandirsiz balkim. Ulug' yoshdagi ayolni oladi, qonidan analizni tekshiradi va oyoq yalang yurishga 20 minutga qo'yib beradi va 20 minutdan keyin aylanib kelib qonidan analiz olib tekshiradigan bo'lsa, qoni suyuqlashgan. Aylangancha, yurguncha, oyoq yalang yurguncha qoni quyuq bo'lgan. Qoni quyuq bo'lgan. Demak, shovqinlarga e'tibor bermaymiz. Men hozir gapimga e'tibor bering. Men qishloq joyda turaman, mana uyim. Mana masalan, qon quyuqlashishining sababi qonni qizil tanachalari bor, bir-biriga yopishib qoladi. Nimaga? Magnitga o'xshab yopishib qoladi. Bu nimani hisobiga? O'sha plus va minus energiyalarni noto'g'ri taqsimlanganini hisobiga. Noto'g'ri taqsimlanganini hisobiga. Plus va minus energiyalarni noto'g'ri taqsimlanganini hisobiga. Yerga, masalan, tok urgan odamni yerga ko'mishadi. Nimaga? Chunki energiyasini tortib oladi. Ortiqcha energiyalarni. Bizda ham organizmimizda ortiqcha energiya bo'ladigan bo'lsa, qon tanachalarimiz yopishib qoladi. Yerga oyoq yalang bosganimizdan keyin o'sha zaryadlarni yer tortib olib, yopishib qolgan qizil qon tanachalari va nihoyat bir-biridan uzoqlashib, o'zini erkin holatiga qaytadi, tabiiy holatiga qaytadi. Oyoq yalang yurishingiz mumkin yoki menga o'xshab mana uyim oldida ariq bor. Mana shu ariqqa mana oyoqni botirish kerak. Oyoqni botirish kerak mana ariqqa. Hozir men yana botiraman. Boya 5 minut botirdim. Oyoq mazza qildi. Mana ko'ryapsizlar oyog'imni. Mana shunaqangi oyoqni botirib o'tirish kerak. Bu yerdan oling. Ariq narigi betiga o'tib o'tirib oling. O'tiring. Mana shunaqa oyoq yalang botirib o'tirish kerak. Biz oldin yoshlik paytimizda, hozir ham yoshman-ku, lekin bolalik paytimizda oyoq kiyim kamdan kam kiyardik. Oyoq yalang yurardik, uncha-muncha kasal bo'lmas edik. Bunaqangi kasallar ham ko'p emas edi bizning davrimizda. Chunki oyoq yalang yurish oddiy holat edi. Mana bunaqa suvlarga oyoqlarni yuvish degan narsani hozir siz yoz paytida ham tasavvur qilish, hattoki tasavvuringizga ham sig'dira olmaysiz, menga qarasangiz. Hattoki tasavvuringizga ham sig'dira olmaysiz. Nimaga? Chunki o'sha tabiatdan uzoqlashib ketgansiz. Albatta keyin bu oyoqlar nima bo'ladi? Artroz bo'ladi, artrit bo'ladi, sinovit bo'ladi, shamollaydi, o'ziga har xil tiqilmalarni yig'a boshlaydi. Nimani hisobiga? Yana o'sha energiyani buzilishi. Suvning energiyasini olasiz, yerning energiyasini olasiz. O'zingizda ortiqcha energiyalar bo'lsa, pastga jo'natasiz. Odam tuproqdan yaralgan deydi, yerdan yaralgan. Tuproqqa yaqin bo'lsa, o'zini tabiiy holatiga qaytadi. Odam rezinkadan yaralmagan. Odam yoki masalan neftdan yaralmagan, haligi oyoq kiyimlarimiz.
odam tuproqdan yaralgan. O'shaning uchun tuproqqa yaqin bo'lgani sayin tuproqqa o'xshash energiyaga ega bo'la boshlaydi. Tuproqning energiyasini oladi va o'zini tabiiy holatiga qaytadi. Do'stlaringiz bilan o'rtoqlashib qo'ying. Ular ham zora-mora mana shuni eshitib tabiatga qaytsa. Agarda sizni organizmingizga to'liq muolaja kerak bo'ladigan bo'lsa, menga murojaat qiling. Biz sizni organizmingizni boshdan oyoq tekshirib, nima muolaja kerak, qanaqangi nima deydi, davolash usullari sizga to'g'ri keladi, qanaqangi giyohlar, qanaqangi bundan tashqari mashqlar ham o'rgataman. Ana o'shalarni bajaradigan bo'lsangiz, siz ham nima deydi, o'z sog'lig'ingizni tiklab olasiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, sog' bo'ling.